Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Xudo xolisa Farg'ona 5 bo'lada zakasdan qaytyapmiz. Soat 2:57 o'tdi. Yo'l o'ta tuman, 20-30 qilib ketyapmiz. Harakat qilib qo'yishamiz. O'ta quyuq tuman, 10 metr, 15 metr yo'q ko'rinmaydi. Xudo xolisa keyin qo'yib ketyapti hamma. Soat menlarimiz 2:57 bo'ldi. Farg'ona 5 bo'ladan ketyapmiz. Mana uka ham bu betdan kelyaptilar shekilli desam, bu betda ekan. Abdulga ham chiqib bo'lmaydi. Mana mashina ko'rinmayapti. Ehtiyot bo'lgan ma'qul bu yerda. Abdulhaydar o'zalari O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mutlaq bepul. Har qanaqa holatda o'tib zakaslaringni o'lchab olamiz. Chiqib ham bo'lmaydi. Endi kutamiz endi. Iloji yo'q. Tuman o'ta quyuq. Mana shuni ko'rinyapti xolos. E'tibor bersangiz, bu ham o'ta sekin ketyapti, ehtiyot bo'lib. Buni chiqib bo'lmaydi endi. Sababi u yoq ko'rinmayapti mana. Yo'q, ko'rinmayapti. Sog' bo'ling, charchaman.